u ayol menga ukalar kelgandan keyin уже shantaj qilishni boshladi. Nima dedi? Ikkita bolam bilan mashinada menga. Har xil haqoratli so'zlar gapirib, menga shunaqa aloqada bo'lasanmi deb menga aytib, shantaj qilib tashladi, bo'ynimga ilib tashladi. Sikishmoqchimi? Sikishasanmi dedingmi? Ochib bagajingni deyapman. Ko'rasan hammasiga. Bagajingni ochib deyapman. Hamma video bor. Lekin menda asos bor. Videoga o'zim olganman. Men maslahat beraman. Shu sohada taksida yuradigan odamlarga video registrator ichiga qo'yib yurishni maslahat beraman. Shunaqa voqealar bo'lmasligi uchun. Shu meni mashinamni. Tushib turing bo'ldi. Kelsam bo'ldi, shu yerda o'tiraman men. Gapirgan gapingizga javob berasizmi? Aha. Bu qanaqa gap gapirdim men? Video tarqataman dedingmi? Men hayotda ikkita bola bilan yolg'on gapirmayman. Bo'l. O'zi chiqqandan beri nidoni gapirib, bunaqa qilyapsiz bolani. Bola deb qo'yibdi buni, hali qishmay tushmaydi. Telefonda qarang dedim. Tushmaydi. Men urdim ham, jim o'tiraman dedim. Tushunmadi bu. Bola tushunmaydi qishnaman. Telefon dedim. Qarang dedim. Men kerak bo'lsa tozalab tushib ketaman, unaqa gapirmang dedim. Pulini beryapman deyapsiz. Xo'p, pulini bersiz, tepib, dabdala qilib tashish shart emasmi? Pulini beryapman. Hamma puliga ketadi, tekinga ketmaydi hamma. Hamma mana shu hech kim unaqa muomala qilmagan, bolamni deb borgan, qizim deb. Muomala bo'lish kerak odam deganda, xo'pmi? Muomalani Sqirtdan basharasi ko'rinmayapti-da, gnidani. Sanki olsanda videoga tushib berish kerakmi? Nur 72 nani shuncha xodimlarni ovora qotdi, endi plos. Hamma o'rtog'imni tirikchilikdan qo'yib olsanlar. Silqim gap otgan. Opasi tushib qolaman desa, yo tushmaysan, narsangni olib qo'yaman deb narsasini olib qo'ygan. Keyin tushasizmi yo'qmi? Tirikchiligimni o'ldiryapsiz. Men tushmayman. Bu qochmoqchi bo'lib meni mashinani avariya qilib urgan. Oxir O'zlari yo'liga chiqib urgansanlar-ku, to'xtagansanlar. hozir zamon ko'tarmaydi. Buni bizib chochib yuborsa ham bo'lardi mana. Shuncha bo'ldi. Latte krisalar shakallar bilan. Bizi bilan qo'yaveramiz. Oshno'g'aynlari bo'lsa, demak video qilib qo'yinglar, qanaqa krisa gnidalar ko'chib yurganini. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun. Sansanlar krisa. Toshkentda haydovchining birgina gapi uning hayotini oldin va keyinga bo'lib, haqiqiy dahshatga aylantirdi. Haydovchi yo'l davomida bolasi doimiy ravishda o'rindiqni tepib kelayotgan ayolga tanbeh bergan. Bunga javoban ayol: "Bolam tepishi uchun pul to'layapman, jimgina olib bor" degan. Xo'p, pulini bersiz, tepib, dabdala qilib tashish shart emasmi? Pulini beryapman. Hamma puliga ketadi, tekinga ketmaydi hamma. Hamma mana shu hech kim unaqa muomala qilmagan, bolamni deb borgan. Shundan so'ng haydovchi mashinani to'xtatib, yo'lovchilardan tushishni so'ragan, ammo ayol tushishdan bosh tortib, akalarini chaqirgan. Ular yetib kelib haydovchini kaltaklagan va mashinasiga zarar yetkazgan. Haydovchi hayotidan xavotirlanib, 102 raqamiga qo'ng'iroq qilgan. Keyin esa aka-ukalar bloger ekani ma'lum bo'lgan. Ular darhol haydovchi, go'yoki ayol va uning farzandiga tegajog'lik qilgani, ularni mashinadan tushirmagani haqida video tarqatgan. Video tezda ommalashib, haydovchi va uning oilasi ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy ta'qib, tahdid va hatto o'lim tilaklariga duch kelgan. Agar men isbotlab bersam, bularga umuman hech qanaqa yomon gap gapirmaganligimni isbotlab bersam, okey? O'shani gaplashamiz xudo xohlasa. O'shani. Ha, gaplashamiz. Agar siz nima qilasiz, okey? Men nima qilishim kerak? Men sizga do'rja emas, ishlamaga. Nima, bloger ekansiz, okey? Bloger ekansiz, okey? Ha, o'zimiz gaplashamiz, okey? Qo'y yoki terpilamiz, o'chiring kamerangizni. Nima Okey. Mana hozir men ukamni urib savalab tashlagan ekan, ko'chadagi blogerlar, ko'chalar bor ekan-ku, yangi ko'chalar chiqib qopti-yu. Mana ukamni hozirgi holati, o'zi holatni bilmasdan hamma xohlagan gapini gapirib tashlayapti. Mana shu bolani, mana basharalari momatalo qilib burnini ham sindirgan. Hamma yog'ini mana urib tepib, dabdalasini chiqarib tashlashgan. Buni aybi nima? Viloyatdan bo'lganligimi? Xohlagan gapini gapiryapti. Men iminni videoyimga qo'yib qo'ydim, shu ukam uchun. Bitta kirib ko'ringlar. Vaholanki taksining ichida o'zi videoda nima bo'lganini ko'rasizlar, o'zingizlar keyin xulosa chiqarasizlar. Iminni komment yozib olganlar, u o'sha videosini o'chirib tashlab bo'pti. U videosini biz sketchat qilib olganmiz. Hozir u bo'yicha ham atdinda gaplashamiz. Iminni Xonoboddagi vrachlar ham hozir umuman ekstrem hech narsa qilmagan, hattoki ekiga ham olmagan. Men o'zim vrachman. Qo'limda bola turibdi. Qo'limda bola turibdi. Nima dedingmi bolalarim bilan qo'limda? Bo'ldi, gaplashamiz. Bo'ldi, oz ko'rasan. Nima deding bolalar bilan qo'limda? Opa, o'zing bo'ldi. Aka, bo'ldi. Nima deding? Ikkita bolam bilan mashinada menga.
bolam bilan. Qo'shnoqman.